Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, men o'tgan videoda Uskoin proyekti orqali listini kutmasdan turib pul yechish haqida aytib o'tgandim. Ko'pchilik ishonmadi. Bugungi videoda men sizlardan o'sha proyektdan to'liq pul yechib, hammasini sizlarga ko'rsataman. Bundan oldin videoga like bosib qo'yinglar. Uskoin proyektidagi coinlarimizni sotib, hammasini kartamga chiqarib, sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, hozir sizlarga qanaqa qilib Uskoin monetasini sotishni o'rgatib o'taman, lekin undan oldin Uskoin monetasini qanaqa qilib ishlashimiz mumkin yangilar uchun tushuntirib o'taman do'stlar. Do'stlar, botimizga kiramiz. Botimizda oddiy, ya'ni bosib moneta ishlashimiz mumkin. Asosiy monetani ishlashimiz, ya'ni profit per hourdan. Ya'ni biz mana shu yerdagi daromadni, ya'ni soatlik daromadni kuchaytirib, normalligini moneta ishlab olsak bo'ladi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Va bizda bundan tashqari referal bo'limi bor. Ya'ni do'stlarimizni chaqirib ham normalligini ko'proq moneta ishlasak bo'ladi do'stlar. Har bitta do'stimizga 50 mingta moneta, bundan tashqari ham alohida ajratib beradi do'stlar. Farming bo'limini yoqqan do'stlarimizga. Va do'stlar, bundan keyingi bo'lim o'rin bo'limi, ya'ni bu bo'lim orqali biz missiyalarni bajarib ham daromad qilsak bo'ladi. Ya'ni moneta ishlasak bo'ladi do'stlar. Xo'p, missiyalarni bajarib va o'rin bo'limidagi missiyalarni bajarib do'stlarimizdan chaqirib normalligini moneta ishlab olamiz. Undan so'ng do'stlar farming bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerdagi moneta bizning asosiy balansimiz hisoblanadi. Ya'ni shu yerdagi monetalarni biz sota olishimiz mumkin. Shuning uchun do'stlar farming bo'limini ochishimiz kerak. Farming bo'limini biz ochishimiz uchun bizga 50 million moneta kerak bo'ladi bu yerdan do'stlar. 50 million monetani ishlash juda ham oson do'stlar. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Ya'ni soatlik daromadni kuchaytirib. Va bu yerdan farming bo'limini ochib olamiz do'stlar va bizda Uskoin monetalarimizdan qanaqa qilib tez ko'paytiramiz. Xohlasak Uskoinni o'zimizdagi moneta orqali ko'tarsak bo'ladi farming bo'limini. Bundan tashqari 50 ta stars va 0.1 ton coin orqali ham ko'tarsak bo'ladi. 0.1 ton coin va stars orqali ko'tarish bu majburiy emas. O'zimizning monetalarimiz, ishlagan monetalarimiz orqali ham ko'tarsak bo'ladi. Tezroq ishlamoqchi bo'lganlar pastdagi bo'limlar orqali ham kuchaytirsanglar bo'ladi. Va 15 level qilganimizdan so'ng do'stlar, mana bitta ko'rishingiz mumkin. Farming bo'limi menda 15 level bo'lgan, 16 level bo'lgan. O'sha sababli men monetamni chiqara olaman. Sizlarda ham 16, ya'ni 15 leveldan baland bo'lsa, monetalarni chiqarib sotsanglar bo'ladi do'stlar. Endi men sizlarga qanaqa qilib monetalarimizni chiqarib olamiz va sotamiz, kelinglar shuni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda 15 level bo'lgandan keyin withdraw bo'limi bor, ya'ni chiqarish bo'limi. O'shaning ustiga bir marotaba bosishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Bo'limiga bizning monetalarimiz yetib keladi va biz monetalarimizni NFT qilib sotishimiz mumkin. Buning uchun har bitta narsaga e'tibor beringlar. Xo'p, buning uchun voucher mint bo'limiga bir marotaba bosamiz pastdagi yozuvga va bu yerda bizga 3 xil NFT dizaynini taqdim etadi va bu yerdan bittasini tanlab, yana bir marotaba mint voucher bo'limiga bosishimiz kerak bo'ladi. Va bizdan 0.1 ton komissiyaga olib qoladi. Bu vahma qiladigan narsa emas. Xo'p, 0.1 tonni biz to'lashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, men buni oxirigacha surib qo'yaman va ko'rishingiz mumkin 0.1 ton menda to'landi. Endi nima qilamiz? Yana qaytib Telegramga kiramiz. Xo'p, Telegramga qaytib kirganimizdan so'ng bizni mana ko'rishingiz mumkin, bu yerdan bir marotaba chiqsak, translyatsiyamiz send bo'ldi, ya'ni jo'natildi. Pending bo'lim bizga ochildi. Endi bu yerda biz sal sabr qilib turishimiz kerak. Va oradan 10 minutcha o'tib, mana 10 dona Uskoinim tasdiqlandi. Endi buni sotishim mumkin. Qanaqa qilib sotamiz deganlarga boya ton tranzaksiya qilgan Tonkeeper kashlogimizga kirib olamiz va bu yerdan brauzer bo'limiga o'tamiz. Va bu yerdan pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizda NFT bo'lim bor. Va bu yerdan 3 xil bo'lim bor. Biz Get Games'ni sotamiz. Get Games bo'limini ustiga bir marotaba bosishimiz kerak bo'ladi. Va bizani o'zini avtomatik saytiga olib kiradi. Bu yerga kirganimizdan so'ng do'stlar, mana bu tepada Connect Wallet bo'lim bor. O'shani ustiga bir marotaba bosib, Tonkeeper akkauntimiz bilan, kashlogimiz bilan ulab olishimiz kerak bo'ladi. Connect Wallet bo'limiga bir marotaba bosamiz va bu yerdan podключение kashlog bo'limi bor. O'shani ustiga bir marotaba bosishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rishingiz mumkin, biroz o'tib mana akkauntimiz mana Tonkeeper kashlogimizga ulandi. Endi bu yerdan chiqib olamiz va tepadagi profil bo'limi bor, ya'ni rasmcha turibdi. O'shani ustiga bir marotaba bosamiz va ko'rishingiz mumkin, bosganimizdan so'ng yana tepada open profil bo'limi bor. O'shani ustiga bir marotaba bosishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Open profil bo'limiga bosganimizdan so'ng sal pastroq ko'rishingiz mumkin, 10 dona Uskoin voucherimiz yetib kelgan. Endi buni qanaqa qilib sotamiz? Xo'p, o'sha voucherimizni ustiga bir marotaba bosishimiz kerak bo'ladi bu yerda va bu yerda put on sell bo'limi ochildi bizda. Put on sell bo'limini ustiga bir marotaba bosishimiz kerak bo'ladi va bizga ikkita bo'limni taqdim etadi.
va biza birinchi bo'limni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerdan 3 xil yo'nalishda bizada sotishni taqdim etadi. Biz tonni tanlaymiz. Eng yaxshi usul bu ton do'stlar. Va bu yerdan qancha narxda sotishimiz kerak do'stlar. Hozirda mana Uscoin narxini men sizga ekraningizga chiqarib qo'yaman, ko'rishingiz mumkin. Lekin men tezroq sotilish uchun 3 ton qilib belgilayman narxini. Xo'p do'stlar, 3 tonni bu yerda belgilaymiz, 3 bosamiz va put on sell bo'limini ustiga bir marotaba bosishimiz kerak bo'ladi. Va pastdagi bo'limni oxirigacha olib borib, tonni tranzaksiya qilib borishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda biroz kutib turganimizdan so'ng ko'rishingiz mumkin, готов bo'ldi. Endi bizani vaucherimiz qayerda turibdi? Kelinglar ko'rsatib o'taman. Va Get Games'ga qaytib kirib, tu profil bo'limini bosamiz va profilimizga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, profilimizga o'tib olgandan so'ng mana pastroqga tushadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, o'zimizning vaucherimiz auksionga qo'yilgan 3 tonga. Do'stlar, bu 1 soat uzoq cho'zilsa 1,5 soatda avtomatik 3 ton kashologimizga, ya'ni Tonkeeper kashologimizga tushadi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin 100% sotsa bo'ladi. Kiringlar, ertaroq o'ynaylar. Hali menda 50 ta vaucher bor. Uni 30 tasini men listinggacha olib qo'yaman. Ya'ni may oyida listing bo'ladi. Ungacha 20 tasini, ya'ni 3 tonna yoki 4-5 tondan sotib yuboraman. O'yinning silkasini opsiyada qoldiraman. Qayerdagi o'yinlarni o'ynamasdan turib normalligini soqqani qilib olsanglar bo'ladi do'stlar. 3 ton ham qazdagan emas, ya'ni $12 bo'ladi. Bu yerda 50 ta voucher sotadigan bo'lsam, pashti bu 1 milliondan o'zbek summamizda oshib qoladi. Va bundan tashqari hali yana moneta ishlashim mumkin.